Aziz obunachilar, bizdan operatsiyadan keyingi asoratlar haqida so'rabsizlar. Afsuski, operatsiya bor joyda 100 bemorda, 150 bemorda bitta ikkita bo'lsa asorat kuzatiladi. Bu statistika bo'yicha normal holat hisoblanadi, bo'lishi mumkin bo'lgan holat hisoblanadi. Bu bo'lishi mumkin operatsiyadan keyingi jarohatlarning infeksiyalanishi, bu bo'lishi mumkin operatsiyadan keyin jarohatdan qon ketishi mumkin, operatsiyadan keyingi og'riqlarning kuchayishi mumkin. Shu sababli bu asoratlarning bo'lish bo'lmasligi har bir organizmning individual holatini, ya'ni sog'liq darajasini bog'liq bo'ladi. Agarda sizda kamqonlik belgilari kuchli rivojlanmagan bo'lsa, qon ketib, kuyovlarni o'tkazmagan bo'lsangiz, organizmingiz sog'lom bo'lsa, gemorodektomiyadan keyingi holat yengil o'tadi. Hech qanday asorat bo'lmaydi. Lekin afsuski bemorlarimiz yillar davomida qon ketib, hech qanday doktorga ko'rsinmasdan, hech qanday mutaxassis uchramasdan o'zlari bilgancha lecheniya olib yuradilar. Va albatta operatsiyadan keyin asoratlar kelib chiqishga sabab bo'ladi. Shu sababli organizm quvvatli bo'lsa, operatsiya jarayonidan keyin asorat bo'lmaydi, operatsiyadan keyin jarohat yaxshi bitadi, qon ketish belgilari kuzatilmaydi.